Qoshiqcha hamma o'ylab gapirsa, sen gapirib keyin o'ylaysan, ha? Meni vaqtim yo'q, suhbatlar jaqalab shunda ketaversa, meni ishim ko'p. Meni ham vaqtga bormisizmi dadajon? Ishidan o'tsin. Bir jip portlab ketsa, sizni tashab qo'yaman. Qizim, cho'nim qizim. Ayirmakashlik qilma. Ana menga ishongan shoxi bormi? Ha, chunki men dadam kindigidan chiqmaganman. Dada bitta piyola sindirib qo'ydim. Ayam meni quvalaverdi. Battar bu zo'r ish qilibdi. Bolani urib tarbiya qilmasa, senlar odam bo'lmaysanlar. Dada ozg'inani yo'qlaruvdi. Ayam meni bir sopar turdi. Nima? Urdi? O'zimni jigiri. Parvardacha payqaqqa qo'lim urib sindiraman hozir. Onam tirik. Qo'yamasa. Yana bir marta uyg'otsang qoningni ichaman. Tushundingmi? Dada, ot bo'lding. Yo'q, ot bo'lmayman. Eshak bo'laman, qizim. Bir kechada qiz ketdi odamni qo'rchoqdek o'ynatadi. Yomon Iskandar Bildingiz Mavlud loyihasining o'zi 85% sotilibdi. Ashaqdan bitta uy olish kerakda. Dada, oyog'im og'rib ketdi, ko'taring. Bola meni belim bo'lmaydi, meniki rejam bor, menga varsha o'r mumkin emas. Voy, boshim aylanyapti. Dada, yurgim kelmayapti. Voy, jonim qizim, yelkamga chiqing mindirib ketaman. Ha, Senlar yetimsanlar, dadangda bitta qizi bor xolos. Parvardachi mana gazobullangan bitta xo'rozxon, tilla qizimga bitta qumurchaq bilan bitta plitka shokolad oldim. Hamma erkaklar o'g'il desa, siz qizingizni buncha yaxshi ko'rasiz? Qiz bola sherin, dadasiga mehribon bo'la. Sen meni tushunmaysan. Buni faqat qizi bor otalar tushunadi. To'g'rimi?